Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC va boks olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Qadrli do'stlar, xabaringiz bor, kechagina Erkabulan To'ktar Toshkentga kelib g'alaba qozonib o'z vataniga qaytib ketdi. Endi esa O'zbekistonda juda ham ko'p video blogerlar kontentlar ishlashdi. Misol uchun Gold Abdumaliklarni misol qilishim mumkin. Bundan tashqari Saturn, Tyson, mana shular haqida Nursulton Ro'ziboyev ham o'z fikrlarini Instagram sahifasi orqali barchasi to'g'risida fikr bildirdi. Bu maskarabozliklarni kulib qarab turganlar, erta oilangizdan, agar ukangizdan, yaqinlaringizdan shunaqa dalbayoblar chiqsa, dardinglarni ichinglarga yutib yurasizlar. Nima sababdan MMA federatsiyasi jim turibdi, tushunmadim. 4 ta 5 ta to'nkalarni og'zini yopish kerak. Yoshlar shu to'nkalarni ko'rib, nima bo'ladi shularni ko'rib, hali yana ko'paysa hayron bo'lmaymiz. Zamon eshaklarniki bo'lib qolganini sababi qafas bizni qo'rqitib turganini eshaklar juda yaxshi tushunib qolishdi. Yaxshi e'tibor bergan bo'lsanglar, Octagon Liga jang ber deb baqirib chiqayotganlarda dalbayoblar 20-30 taga yaqin. Yaxshi trenirovka qilib to'g'ri jang olsa bo'ladi. Dalbayoblar deb fikr bildirgan hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev. Qadrli do'stlar, albatta Nursulton Ro'ziboyev eng aktual mavzuni gapirdi. Hozirgi paytda Octagon Ligada jang ber deb so'rayotganlar juda ham ko'payib ketdi va bu O'zbekiston sha'ni uchun ham juda ham katta ta'sir qiladi. Hech qanday Qozog'iston, Tojikiston, boshqa yaqin qarindosh davlatlar ichida hech bunday gapiradiganlar yo'q, faqat O'zbekistondan chiqyapti. Saturnlar esa Octagonga chiqib olib juda ham katta masxarabozliklarni amalga oshiryapti. Bu esa albatta g'azabingizni keltiradi. Hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevning gaplari to'g'risida qanday fikrdasiz do'stlar? Albatta o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Bu paytda bo'lsa Islam Makhachev Kamaru Usman haqida. U hali ham yaxshi formada. UFC chempioni Islam Makhachev sobiq chempion nigeriyalik Kamaru Usman hali ham uning uchun eng noqulay raqib ekanini va tajriba hisobiga yosh da'vogarlar Michael Morales hamda Carlos Partesini bosib ketishi mumkinligini aytdi. Sen Kamaruni 38 yoshda bo'lsa ham Morales va Partesni bosib ketadi deding. Nima uchun? Tajriba ko'p. Kamaruning so'nggi jangini ko'rdingiz. U Baklini yutdi. U ham da'vogar edi. Unga katta umidlar bog'langandi, lekin Kamaru uni bosib o'tdi va hammasi unutildi. Xuddi shu holat bu yigitlar bilan ham bo'ladi. Ular hali yosh, o'ylayman Kamaru tajriba hisobiga ularni ham bosib o'tadi. Sen uni o'zing uchun eng noqulay raqib deb ham aytding. Bu ham tajribasi bilan bog'liqmi? Chunki u kurashadi, yaxshi zarba beradi. Deyarli uslublarimiz bir xil. Jismoniy kuch jihatidan u mendan qolishmaydi, balki kuchliroq ham bo'lishi mumkin. Bu juda raqobatli jang bo'ladi. Balki kimdir Makhachev mag'lub bo'lgan Kamaruni chiqaryapti deb o'ylar, lekin men uni hali ham yaxshi formada deb hisoblayman deb aytib o'tgan Islam Makhachev. Qadrli do'stlar, albatta Islam Makhachevning menejeri Ali Abdulaziz ham Islam Makhachevning keyingi jangi Kamaru Usmonga qarshi bo'lishini aytganda va qadrli do'stlar, ushbu jangni UFC tashkillashtirib bersa, siz kimning g'alabasiga ko'proq ishonasiz? Islam Makhachev yoki Kamaru Usmon? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.